Aniq yili esimda yo'q, allaqaysi zamonda bir qishloqda ota-o'g'il yashar ekan omonda. Bir kuni deng shu ikkovlon qaygadir yo'l olishdi. Ikkovining o'rtasida bitta eshak bor edi. Shu eshakni minsakmi deb o'ylab qoldi ikkovlon. Ota dedi: "O'g'lim, bundan na sen na men tingaymiz." O'g'il dedi: "Ota, buni galma-galdan mingaymiz." Ota doim o'tahir, ya'ni mudom izzatda. Eshakka u mindi dastlab, o'g'il yayov albatta. Bir qishloqdan o'tdilar, ikkovi sekin tiqirlab. Ortlaridan 4-5 odam kulib qoldi piqirlab. Ahmoq ekan manavchon, ahmoq haddan ziyoda. O'zi ulov minib olgan, o'g'li esa piyoda. Endi o'g'il to'qimda-yu ota yayov ketardi. Endi ular boshqa qishloq ko'chasidan o'tardi. Borardilar so'zsiz sekin, asta-asta tiqirlab. Ortlaridan 4-5 odam yana kuldi piqirlab. Ahmoq ekan mana bola, ahmoq haddan ziyoda. O'zi ulov minib olgan, otasichi piyoda. Yosh emasmi birdan uning oriyati qo'zg'aldi. Shartta pastga tushdi u ham yayov yo'l oldi. Yurib ikkalasi necha adir qir oshdi. "Bore" deya so'ng eshakka ikkovi ham mingashdi. Ammo tag'in bir manzildan o'tar bo'ldi ikkovlon. Ne kulfatki bu joyda ham tinch qo'ymaydi olomon. Ahmoq ekan bular rosa, insofi yo'q lamanglar. Ikki odam bir eshakni minib opti, qaranglar. "Aytmabmidim", dedi ota. "Gap o'qimading tirrancha, elu yurtning o'rtasida bo'ldik rossa bo'lgancha." Qo'l siltashdi bir-biriga, qoldi foyda ziyon ham. Ota u yon ketib qoldi, bu yon ketdi o'g'lon ham. Qondoshlikning million yillik rishtalari uzildi. O'rtaga bir eshak tushib, oralari buzildi.